bitta namuna sifatida bitta narsani aytib o'tish kerak. Mana Muhammad Aziz bilan Muhammad Ayyub bular o'zi amakivachcha, aka ukani farzandlari. Ularni ahilligiga ko'z tegmasin deb qolamiz. Ana endi ukajonlarim bugungi kunda o'zinglarni mana shu ertalabdan salom dasturiga tayyorlab kelgan qo'shig'inglarni bemalol ustozlarimizga Muhammad Ayyub yulduz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen do'stlaring qalbida mangu o'chmas xotirasan aslo tark etmagansan